To'g'risini gapiring, yoqdimi, yoqmadimi? Yoqqan narsasi mana shu eshigi. O'shanga men zakaz qildim. Mana shu narsasi yoqdi. Qo'y kirib chiqishiga qiynalmaydi. Yashang. Qo'yga gap yo'q. Hammaga tavsiya qilaman olishga. Ham arzon, unaqa qimmatbas. Keyin mana poltaxtalari ham listvanka ekan. Unaqa ishib pishib boshqa bo'lib ketmas ekan. Oralari ham yaxshi, musul ushlanib turmaydi. Rahmat ustalarga, yashanglar. Kimga kerak bo'lsa, Xudo xolasa yana zakaz qilaman. Xudo xolasa xizmatdamiz. O'zini joylari tayinlab olaylik, keyin 4 taligidan 6 taligidan zakaz qilaman, xudo xolasa. Menga rosa yoqdi, ma'qul. Kimga kerak bo'lsa, o'sha ma'lumotni berish kerak. Klient o'zlari mana ma'lumotni berib bo'ldilar. Garanti sifatli отход materialdan emas, taxtalari ham moshnisidan, o'sha qalinligi 3, chiroqligi 10 tozalash sifatli перегородка olinadi. Materiali konteyner material, supaklari ham o'sha qalinlikdan chiqarilgan, o'g'li ham chuqur. Qo'y bo'ynini qirib qo'ymasligini vibralar qadar akkuratli, chotki, hasharotga mos qilib yasab beramiz. Ularni boqilayotgan holatda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta qo'y hammasi o'sha zotdor qo'ylar ekan. O'zini axlatini ustiga yozdi. Bizga 2 talikdan bir dona paprobaga zakaz berishdi. Bu qo'ylarni solib boqib ko'ramiz deyishdi. Bunaqa qilib tuyoqlari orasiga axlat kirib qolmaydi, ustiga ham mana qilib o'zini axlati bilan yopishib qolmaydi. Akkuratni chotki 2 taligidan bir dona razborkalar olib keldik.